Farg'ona viloyati Marg'ilon shahridagi avtomobillarga gaz to'ldirish kompressor shoxobchasida Matiz'ning gaz balloni portladi. Holat bugun 15-aprel kuni soat 12:20 larda Marg'ilon shahar Sholdirama mahalla fuqarolar yig'ini Alisher Navoiy ko'chasida joylashgan yoqilg'i quyish shoxobchasida kuzatilgan. Matiz avtomobiliga o'rnatilgan propan gaz balloni ichiga metan gazi to'ldirish vaqtida gaz balloni portlagan. Portlash natijasida yong'in yuz bermagan, hodisa oqibatida jabrlanganlar va halok bo'lganlar yo'qligi ma'lum qilingan. Shu o'rinda bir ma'lumotni aytib o'tmoqchiman. Propan gaz balloni ichiga hech qachon metan quymaslik kerak. Metanning bosimi baland, u juda kuchli siqilgan bo'ladi. Propan gaz balloni bunga bardosh bera olmaydi. Portlab ketish xavfi juda yuqori. Propan uchun ishlatiladigan ballonning ichki tomon materiali metan gazga to'g'ri kelmaydi. Gaz sizib chiqishi yoki nosozlik bo'lishi mumkin. Metan o'ta yonuvchan gaz bo'lib, noto'g'ri saqlansa, yong'in yoki portlash xavfi bor.